Assalomu alaykum. Demak, hozir biz sizlar bilan tepada ko'rdik, aynan mana nima uchun antiaritmik dori vositalari, natriy kanal blokatorlari, beta blokator, kaliy kanal blokatorlarida kalsiy kanal blokatorlariga bo'linganligini. Ya'ni tepada biz bundan oldingi darsda ko'rdik. Aynan mana shu natriy, kaliy, kalsiylar hisobiga bizda pacemaker hujayralari hamda aynan kardiomiyositlardagi harakat potensiali yuzaga kelardi. Endi biz ana o'sha ionlarni hujayra ichiga kirishini bloklab qo'yadigan bo'lsak yoki chiqishini bloklab qo'yadigan bo'lsak, o'z-o'zidan bizda aritmiyani to'xtatib qolishimiz mumkin. Xo'p, endi biz mana shu gruppalarga birma-bir to'xtalib chiqamiz. Bizda asosiy 4 ta gruppa farqlanadi antiaritmik dori vositalaridan. 5-gruppa ham bor, uni ham aytib o'tamiz oxirida. Xo'p, lekin asosiysi 4 ta. Bulardan birinchisi bu natriy kanal blokatorlari. Natriy kanal blokatorlari. Bularning vazifasi o'z nomidan ma'lum, aynan natriy kanallarini bloklash. Lekin biz aynan bularni o'zini ham 3 ta gruppaga bo'lamiz, ya'ni 1A, 1B, 1C gruppaga. Xo'p, nimasiga qarab buni bo'lib olishimiz mumkin? Bularda biz kuchiga qarab bo'lib olsak bo'ladi. Misol uchun eng kuchlisi aynan mana bularning ichidan 1C gruppa. Undan keyingisi 1A va oxirgisi 1B gruppa hisoblanadi. Ya'ni qanchalik darajada aritmiyani to'xtatishiga qarab. Xo'p, demak, endi vakillarini ko'rib chiqamiz. 1A gruppaga qaysi dorilar bor? Quinidin bo'lmasa prokainamid yoki o'zbekchasida ko'pchilik ishlatadigan, demak, navacainamid dori vositasi. Xo'p, 1B sinfiga lidocain hamda mexiletin dori vositalari va 1C gruppaga flecainid, propafenon dori vositalari kirdi. Demak, ko'rdik, aynan mana bular demak eng kuchli ta'sir qiluvchi natriy kanal blokatorlari ekan bizda aritmiya jarayonida. Shuning uchun ham endi bularning o'zini beriladigan yoki berilmaydigan joylari bor. Bular haqida ham gaplashamiz. Qaysi holatda berilmaydi, qaysi holatda beriladi. Xo'p, ikkinchi gruppamiz bu beta blokatorlar. Beta blokatorni ham bilamiz, biz noselektiv hamda selektiv turlari bor. Misol uchun noselektivga propranolol yoki bo'lmasa anaprelin deymiz. Shuni oladigan bo'lsak, endi beta 1 blokatorlarda biz ko'proq qo'llaymiz aynan mana shu antiaritmik dori vositasi sifatida. Misol uchun qaysilari bor? Metoprolol, atenolol, nebivalol, bisoprolol, esmalol deganlar bor. Nebivalol. Xullas, turlari ko'p. Mana shulardan foydalanamiz. Bular haqida ham hali gaplashib o'tamiz. Ya'ni beta blokatorlardan qaysilari ko'p ishlatiladi, qancha miqdorda ishlatiladi. Xo'p, bizda 3-klass. 3-klassimiz bu aynan kaliy kanal blokatorlari. Kaliy kanal. Xo'p, endi bular kaliy kanal blokatorlari 3-klassga kirdi va aynan aritmiya jarayonlarida, misol uchun nima deymiz? Atrial bo'ladimi yoki ventrikulyar bo'ladimi? Demak, barchasida eng ko'p foydalanadigani va eng zo'ri aynan mana shu 3-gruppa. Chunki effekti yaxshiroq. Bular demak amiodaron, sotalol, dofetilit hamda ibutilit kabi dorilar. Xo'p, demak, klass 4 esa, ya'ni 4-gruppamiz bu kalsiy kanal blokatorlari. Aynan qanaqa kalsiy kanal blokatorlari? Bizda bilamiz, kalsiy kanal blokatorlarining o'zi ham 2 ga bo'linadi. Birinchi gruppa bu vazoselektiv. Misol uchun bunga nimani kirgizamiz? Amlodipin, nifedipin, farmatipin deganlar bo'lsa, endi ikkinchi gruppaga biz kardioselektiv deymiz. Kardioselektiv. Ya'ni bular faqatgina yurakning o'ziga ta'sir qiladi, yurakning mushaklariga. Bu dorilar bu verapamil hamda diltiazem kabi dorilar. Xo'p. Demak, ko'rib chiqdik aynan 4 ta gruppa dorilarni. 5-gruppa dori sifatida bizda qo'shiladi bu adenazin hamda digaksin dori vositalari. Digaksin. Xo'p, bularni qaysi jarayonda ishlatilishini ham aytib o'tamiz endi. Demak, endi aynan biz mana shu 4 ta, 5 ta xullas ko'rgan dorilarimizdan, dori turlarimizdan, aynan klasslarimizdan, gruppalarimizdan qaysilaridir aynan bizdagi pacemaker hujayralariga ba'zi birlari kardiomiyositga ta'sir qiladi.
Biz bekorga sizlar bilan mana bu tepada mana buni ko'rmadikda. Ya'ni pacemaker hujayra. Xo'p, pacemaker hamda kardiomiyositni ko'rib chiqmadik. Chunki hozir biz sizlar bilan ko'rib chiqadigan dorilarimiz ba'zi birlari mana bunga, ba'zi birlari bunga ta'sir qiladi. Biz agar aytaylik, endi mana bu joyga o'taylik, yaxshisi. Ta'sir joyiga qarab, shuni hisobiga ham biz bo'lamiz ikkita gruppaga. Bulardan birinchisi aynan AV node yoki AV tugunni blokada qilish orqali aritmiyani to'xtatuvchi dorilar. Ikkinchisi bu aynan bo'lmacha hamda qorinchadagi miotsitlarni o'zaro o'sha yuzaga kelgan aritmiyasini to'xtatuvchi dorilar. Ya'ni bu tarafdagi dorilar kardiomiyositga ta'sir qilyapti. Bu tarafdagi dori pacemaker hujayralarga. Tushunarli? Endi nima uchun bo'lib olganmiz? Ya'ni bularni bunaqada ham qo'llasak bo'lmaydimi? Nima keragi bor bunaqa bo'lishdi deyishingiz mumkin. Buni kerakli joyi shundaki, misol uchun aytaylik, mana bu yurak deb olsak, mana bu 4 ta bo'limi, xo'p. Mana bu qorincha. Misol uchun aytaylik, qorinchada xullas fibrillatsiya yuzaga kelyapti. Qorincha fibrillatsiyasi nechtadan dedik biz? 350 tadan yuqori xullas. Urish tezligi 350 tadan yuqori. Shunaqa yuzaga kelyapti. Endi mana shu joyda biz agar mana bu dorilardan qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni AV tugunni blokada qiluvchi dorilardan qo'llaydigan bo'lsak, biz mana shuni yana ham kuchaytirib yuborishimiz mumkin. Yana ham. Nima uchun? Chunki buni mexanizmi shundaqaki, agar yurakka mana bu pastdagi pacemaker hujayralarga xullas, agar normal holatdagi AV tugundan impuls o'tmaydigan bo'lsa, ya'ni buni bloklab qo'yadigan bo'lsak, endi majbur bo'ladi yuragimiz o'zi qayerdandir ektopik o'choq hosil qilishga. Qayerdandir o'zi ektopik o'choq yaratib oladi o'ziga. Ya'ni endi bu joy endi majbur qorinchani bu tomondan yoki bu tomondan xullas mana shu joylardan bitta ektopik o'choq chiqadi-da, mana bu AV blokada, AV tugun qilib berayotgan ishni mana shu joylar qiladi. Va endi tasavvur qiling. Bizda mana bu joy qisqarayotganda o'zi normal holatda nechta? 60-90 desak, 40-60 ta atrofida AV tugunimiz qisqarardi. Lekin bu bizga sinoatrial tugun o'tib berayotgan hisobiga 60-90 ta atrofida normal holatda chiqarib beradi impulsni. Lekin endi mana bular soni ko'p bo'lganligi sababli o'zi soni 350 ta edi. Mana bularda endi urishi ham bunga qo'shilyapti. Hammasi qo'shilib fibrillatsiyasini birdan kuchaytirib, heart failure yoki xullas yurakda ochish fraksiyasini kamayishiga olib keladi. Ya'ni ejection fraction deymiz. Ochish fraksiyasini kamayishiga olib keladi va bu kardiogen shok berib, bemor demak qon bosimi tushib ketishidan va yurakni qisqarishi, buzilishidan o'sha joyda o'zida vafot etishi mumkin. Shuni hisobiga ham biz agar qorinchalarda taxikardiya yoki fibrillatsiya hodisalari bo'ladigan bo'lsa yoki triptaniya deymiz, titrash. Shunaqa holatlarda biz AV tugun blokada qiluvchi dorilardan bera olmaymiz. Shuni hisobiga ham bu muhim. Xo'p, endi ta'sir joyiga qarab endi aytib o'taylik. Tushundingmi, nima uchun bu dori berilmayapti qorichalarda fibrillatsiya yoki taxikardiya bo'lgan paytda. Xo'p, bu dorilar demak AV tugunni blok qiluvchi dorilarga bizdagi 2-gruppa, 4-gruppa va 5-gruppamiz, ya'ni hali aytgan adenozin va digoksin kabi dorilarimiz kirgizdi. Mana shu demak 3 ta gruppadagi dorilar kirdi aynan AV tugunni bloklovchilarga. Xo'p, AV tugunni bloklayapti. Demak, bu qaysi holatlarda ishlatilishi mumkin? Bu bizda aynan bo'lmachada yuzaga kelgan taxikardiyalarda. Yani bo'lmachada yuzaga kelgan taxiaritmiyalarda ishlatiladi. Mana shu tepa qismda yuzaga kelgan taxiaritmiyalarda ishlatilyapti. Misol uchun bular bo'lishi mumkin atrial fibrillation, ya'ni atrial hilpillash, ya'ni bo'lmacha hilpillashi deymizmi? Xuddi shu. Keyingisi atrial flutter yoki triptaniya deymiz. Bo'lmacha triptaniyasi yoki bo'lmacha titrashi.
va uchinchisi bu supraventrikulyar taxikardiya. Supraventrikulyar. Ya'ni mana buni AV tuguni desak, mana shuni ustki tomonidan hosil bo'lyapti. Ustki tomonidan. Asosan bu Rentry mexanizmda kechadi. Rentry mexanizmda. Xo'p, demak, mana shu holatlarda bizda aynan bo'lmachada xo'p, heart rate, ya'ni urish soni ko'payib ketadi. Masalan, 90 deylik, uzog'i bilan maksimal. Endi bu haqiqatan mana shunaqa fibrillatsiya deyapmiz. 300 ta, 350 ta, 400 tagacha borib ketishi mumkin. Aynan bo'lmachadagi qisqarishlar soni. Va endi mana shu 350 ta, 400 ta qisqarayotgan narsa qonni otib bera oladimi? Qonni pastga tushirib bera oladimi? O'zidagi qonni? Yo'q. Va mana shuning uchun ham o'zidagi qon, ba'zi bir qon, ya'ni o'tadi, to'g'ri, lekin qisman qolib ketadi qonlar. Qon qolib ketadi va mana shu joylarda xullas tromblarni hosil qilishi mumkin. Shuning uchun ham biz darhol mana shunaqa bo'lmacha fibrillatsiyasi yoki bo'lmacha taxikardiyasi, bo'lmacha trepitaniyasi holatlarida biz qo'llashimiz kerak mana shunaqa dorilarni. Misol uchun beta blokatorlarni, kalsiy kanal blokatorlarini, adenozin digoksinlarni. Xo'p, bularni qo'llashimizdan maqsad nima? Jarayon o'zi tepada ketayotgan bo'lsa, biz AV blokada qilyapmiz, AVni blok qilyapmiz. Buni bizga nima daxli bor deydigan bo'lsangiz, buni asosiy mexanizmi, ya'ni foydasi shuki, biz harakat qilishimiz kerak, ya'ni bo'lmachadagi qisqarayotgan narsalar sonini qorinchaga o'tkazmaslikka. Qorinchaga. Chunki qorinchaga o'tdimi bu tamom. Qonni otib bera olmaydi. Shuning uchun ham aynan biz blok qilyapmiz bu taraflarda AV blokada orqali va mana bu qorinchamiz normal holatda qisqarib turibdi. Normal holatda shunaqa 90 ta uzog'i bilan. 90 ta 100 ta borishi mumkin. Xo'p, shuning uchun ham biz AV tuguni blok qilamiz mana shunaqa bo'lmachada yuzaga kelgan taxiaritmiyalarda. Endi aytaylik bizda mana nima uchun biz mana bu dorilarda ham atrial deyapmiz, ham ventrikulyar miyotsit deyapmiz. Chunki yuragimiz to'liq hamma yog'i kardiomiyositdan tashkil topganmi? Ya'ni muskuldan. Shuning uchun ham biz bu dorilarni qo'llashimiz mumkin ham atrialda, ham ventrikulyar aynan nimalarda miyotsitlarda qo'zg'alishini to'xtatish uchun. Bular endi aynan birinchi gruppamiz hamda uchinchi gruppamiz. Ya'ni natriy kanal blokatorlari hamda kaliy kanal blokatorlari. Aytdik, bulardan ko'p ishlatiladigan bu kaliy kanal blokatorlaridan asosan amiodaron. Xo'p, demak, endi bular qaysi holatda ishlatilar ekan? Bular ishlatilishi demak bizda aynan mana bu jarayonlar bilan bir xil deyarli, ya'ni atrial fibrillatsiya yoki pilpillash, atrial trepitaniya va supraventrikulyar taxikardiya bir xil. Mana bunaqa qaysi nimalar ishlatilgan bo'lsa bir xil. Va shuningdek bu dorilarni ishlatamiz biz aynan mana bu joyga e'tibor beramiz. Ventrikulyar taxikardiya, ya'ni qorinchada yuzaga kelgan taxikardiyada ham. Qorinchada yuzaga kelganda. Ko'rdik, aynan qorinchada yuzaga kelgan taxikardiyalarda ishlatirganmiz. Mana shu birinchi va uchinchi tip dorilarni. Xo'p, lekin asosan mana bu qorincha taxiaritmiyasida ishlatiladigan dorilar bu amiodaron va sotalol. Biz boshda sizlar bilan aytdik, mana bu joyda 4 ta dori aytdik, amiodaron, sotalol, dofetilit, ibutilit. Yo'q, bu dorilar ko'pincha mana bu dofetilit bilan ibutilit qorinchaga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ham asosan biz amiodaron bilan sotalolda qorinchada yuzaga kelgan aritmiyalarni ishlatishimiz mumkin. Xo'p. Endi yana bir bor takrorlaymiz. Demak, umumiy holatda aytaylik bizda yuzaga keldi bo'lmacha fibrillatsiyasi yoki bo'lmacha trepitaniyasi yoki bo'lmacha titrashi. Bu holatda biz ikki xil yo'ldan foydalanishimiz mumkin. Ikki xil yo'ldan. Chunki biz mana bu joyda aytdik sizlar bilan tepada aynan mana bu dorilarni ham, mana bu chap o'ng tomondagi bu tarafdagi dorilarni ham ishlatishimiz mumkin biz aynan bo'lmachada yuzaga kelgan aritmiyalarda deb. Shuning uchun ham biz aynan bo'lmacha fibrillatsiyasi yoki bo'lmacha trepitaniyasida ham AV blokada qilishimiz mumkin yoki miyotsitlardagi ritmni tiklashimiz mumkin.
Shuning uchun aynan AV blok qiladigan bo'lsak, buni biz rate control deymiz. Bunga class 2, class 4 dedik, digoxin dedik. Digoxin asosan ishlatiladi bizda qachonki aynan bu L bo'lib qolibdi, atrial F bo'lishi kerak edi mana bu. F. Atrial fibrillatsiya bilan heart failure, ya'ni yurak yetishmovchiligi birgalikda qo'shilib keladigan bo'lsa, aynan digoxin tanlov preparat. Nima uchun? Chunki digoxinning ta'siri shunaqaki, digoxin aynan yurakda, agar bilmasanglar bir qidirib ko'rasizlar, ta'siri shunaqaki, bu digoxin xo'p, ham antiaritmik, ham kardiatonik ta'sir qiladi-da, ham kardiatonik. Bu nima degani? Bu degani shuki, yuragimiz tez urayotgan bo'lsa, uni pasaytiradi, urish tezligini, va shuningdek yuragimiz sekin qisqarayotgan bo'lsa, ya'ni qisqarishi juda ham past bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qo'limizni olaylik, qo'limizni bir qo'lingizni bunday ochingda siqing. Mana tez siqilyapti, tez siqilyapti. Lekin endi sekin siqing, qorincha xuddi shunaqa, agar sekin siqiladigan bo'lsa, qonni otib berishga qiynaladimi? Aynan yurak yetishmovchilikda xuddi shunaqa holat. Ya'ni yuragimizda, ya'ni qorincha qismlari sekin siqiladi, shuning hisobiga qonni yaxshi otib bera olmaydi. Va biz digoxinni qo'llagan paytimizda aynan shu tez qisqaradi qorinchalar. Shuning uchun ham yurak yetishmovchiligi bilan bo'lmacha fibrillatsiyasi qo'shilib kelgan paytda digoxin qo'llashimiz mumkin. Xo'p, endi ritm kontrol uchun, ya'ni kardiomiyositlarni tiklash uchun nima qilishimiz mumkin? Ulardagi aritmiyalarda klass 1 asosan prokainamid birinchi tip dorilardan. Lekin shunisi ham borki, asosan biz prokainamid dorisini VPV sindromi bilan atrial fibrillatsiya qo'shilib ketsa, yaxshi dori bilamiz. Ya'ni tanlov preparat deb olishimiz mumkin. VPV sindrom nima edi? VPV sindrom bu Wolf Parkinson White sindromi. Bu shunaqa holatki, mana bu yurak deb oladigan bo'lsak, normal holatdagi bizdagi impulslar aynan AV tugunidan o'tardi. Bunda endi AV tugi emas, bizda aynan mana bu joylarda kent tutami joylashgan, kent tutami. Ya'ni qo'shimcha yo'l bu. Qo'shimcha yo'l, patologik yo'l. Mana shu joydan ham nima o'tadi? Xullas, impuls o'tadi. Shuning hisobiga bizda taxikardiya yuzaga keladi bu holatda ham. Taxikardiya. Va biz navakinamid dorisi yoki prokainamidni mana shu jarayonda qo'llashimiz mumkin. Demak, mana bu atrial fibrillatsiya yoki atrial triptaniya bilan qo'shilib kelgan paytda yoki o'zida ham qo'llashsak bo'ladi, aynan atrial fibrillatsiya bo'lgan paytda navakinamid dorisini yoki prokainamid. Ikkalasi bir xil dori, aytdik. Keyingisi bu 1C tipdagi, aynan class 1 tarkibidagi 1C. Chunki biz aytdik mana bu boshida, mana bu birinchi gruppani o'zini ham 3 ta gruppaga bo'lib oldik, nima? 1A, 1B, 1C. Endi mana shu 1C ga e'tibor berasiz. 1C ni biz aytdik, natriy kanallari ichida juda ham kuchlisi. Eng kuchlisi 1C. Va shuning uchun ham bu tez urib turgan yurakni birdaniga sekinlatib qo'yishi mumkin. Urishini. Shuni hisobiga ham biz buni bera olmaymiz agar bemorda miokard infarktidan keyin paydo bo'lgan atrial fibrillatsiya yoki atrial triptaniya bo'ladigan bo'lsa, yoki qanaqadir koronar arteriya kasalliklari, coronary artery disease deymiz, yoki yurak yetishmovchiligi bo'lsa, yoki chap qorincha gipertrofiyasi. Takrorlayman, demak, miokard infarkti, qanaqadir koronar kasalliklari, misol uchun stenokardiya deymiz, stenokardiya. Mana shunaqa holatda ham yoki yurak yetishmovchiligida yoki chap qorinchamiz gipertrofiyasi bo'lgan bo'lsa bemorda, agar mana shularda mana shunaqa holat yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni bo'lmacha fibrillatsiya yoki bo'lmacha triptaniya yuzaga keladigan bo'lsa, bu bemorlarda biz bera olmaymiz 1C tipini. Chunki yurakda juda ham sekinlatib qo'yishi mumkin bu. Bu endi mana bunga juda ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Tushunarli? Demak, klass 3 tipimizni qo'llashimiz mumkin.
ritm kontrol sifatida. Chunki biz aytdik 1 va 3 guruhlarda qo'llashimiz mumkin deb, aynan kardiometitlarda. Xo'p, bular endi qaysi tipdagi nima edi? Aynan kali kanal blokatorlari. Kali kanal blokatorlarini effekti juda ham zo'r. Shuni hisobiga biz bularda agar bizda birdaniga bo'lmacha fibrillatsiya yoki bo'lmasam tropitaniyasi yuzaga keladigan bo'lsa, shularda bemalol qo'llashimiz mumkin. Misol uchun amiodaronni. Xo'p, demak biz sizlar bilan hozir ko'rdik, aynan bo'lmacha fibrillatsiya, bo'lmacha tropitaniyalarda qaysi dorilarni qo'llashimiz mumkin, qaysi gruppalarda qo'llashimiz mumkinligini. Ana dorilar to'g'risida ham gaplashib o'tamiz. Masalan, class 1, class 2, class 3, class 4, xullas 1 dan 4 gacha bo'lgan klasslar haqida to'liq gapiramiz, qanchadan beramiz, qaysi holatda beramiz. Keyingi bizdagi supraventrikulyar taxikardiya holati. Ko'ryapmiz, bizda qanaqadir demak AV tugunimiz mana shu joylashgan bo'lsa, mana shu tepa qismida qandaydir ektopik o'choq paydo bo'ldida, asosan Rentry mexanizmi bo'yicha aylanib yuradi va bizda supraventrikulyar taxikardiya hosil bo'lyapti. Bu holatda mana e'tibor berasiz. Mana bu kattaroq qilib chizay. AV tugun deb olaylik shuni. AV tugun deb oldik. Endi bizdagi yangi tugun mana bu joydan hosil bo'lyapti. Xullas, endi Rentry mexanizmi degani aynan mana shu joyda aylanib yuradigan Rentry degani. Ya'ni qayta keladigan narsa. Qayta. Va mana shu ta'sir qiladi yurakka. Ya'ni belgisi qanaqa bo'lishi mumkin? Belgisi bizda bo'lmacha ham, qorincha ham bir xil uryapti. Bir xil. Xo'p, shuni hisobiga endi biz bunga tanlov preparati sifatida agar aynan supraventrikulyar taxikardiya akut, ya'ni o'tkir holatda kelib chiqqan bo'lsa, o'tkir birdaniga yuzaga kelgan bo'lsa, bunga adenazin qo'llaymiz. Adenazin. Nima uchun? Chunki bu supraventrikulyar taxikardiya asosan paroksizmal kechadi-da. Paroksizmal nima degani edi? Biz aytib o'tdik, ya'ni transient, ya'ni birdaniga boshlanib, birdaniga tugaydigan. Shuni hisobiga endi mana shu jarayonni to'xtatish uchun adenazin qo'llaymiz. Adenazin chunki unchalik zarari yo'q. Ya'ni ta'siri juda ham tez va birdaniga tugaydi. Uzog'i bilan 6-8 sekund ta'sir qiladi xolos bu dori, adenazin. Ya'ni organizmga yubordik, vena ichidan yubordikda, shunday birdaniga boradida, borib turib mana shu joyda shunday kesadi. Xullas, mana bu jarayonni shunday kesadi. Bo'ldi, kesdi mana shu joydan. Jarayon to'xtadi shu bilan. Shuning uchun ham o'tkir holatlarda berishimiz mumkin biz adenazin. Endi bemorda shunaqa bo'lgan. Avval o'tkazgan, aynan mana shunaqa supraventrikulyar taxikardiyani. Endi biz unga mana shu narsani yana qayta kuzatilishini oldini olish uchun, profilaktika uchun ya'ni berib turishimiz mumkin beta blokatorlar yoki kalsiy kanal blokatorlar. Chunki nimaga? Bular aynan AVni bloklab turardi. AV blokator qilib turardi. Sal bo'lsa ham. Ya'ni kamroq miqdorda beramizda. Xo'p, mana shu demak supraventrikulyar taxikardiyaga beriladigan dorilardir. Dori tiplari. Demak, bizda keyingisi bor torsadil point degan narsa. Bu nima degani? Bu aynan bizda ba'zi bir dorilar bor. Misol uchun mana shu antiaritmik dorilarda o'zi ham. Misol uchun qaysilari? Ya'ni klassni birinchi A sinfi borda, birinchi A sinfi. Misol uchun qaysi dori edi bu? Hozir tepada ham aytdik biz. Prokainamid dorisi. Ya'ni birinchi gruppa 1A sinfiga kiradigan dori bu prokainamid. Aynan o'sha dorini qo'llaganimizda yoki klass 3 dorilarni, ya'ni amiodaronlarni, ibutritlarni, sotalonlarni va shuningdek yana ba'zi bir antibiotiklarni ham qo'llagan paytimizda bizda yuzaga keladi shunaqa torsadil point degan narsa. Endi bunda nima bo'ladi o'zi bizda? Bunda aynan bizdagi EKG, normal EKG deb oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu normal holatda izoliniya, bu PET shishamiz, bundan keyin kelyapti va qut shishamiz ozgina, qo'ras kompleks va bunisi endi
T tishchamiz bo'lib ketdi. Mana shu normal holat bo'ladigan bo'lsa, normal holat. Bizdagi aynan mana shunaqa dorilar aytdik, birinchi va 3-sinflar va ba'zi bir antibiotiklar qo'llagan paytda xo'p, Qdan boshlab Tgacha mana shu oralig'ida juda ham kuchli ko'tarilish bo'ladi. Hammasi qo'shilib ketadi xullas. Mana bu P tish ham ko'rinmaydi. P tish ham ko'rinmaydi, hammasi qo'shilib ketadi. Hozir belgisini ko'ramiz. Mana shu belgisi. Mana ko'rinib turibdi. Mana bu normal holatdagi bo'lsa, mana normal holatdagi. Mana P tishchamiz, bundan keyin qo'riz kompleksi, mana bu T tishchamiz, undan keyin P kelyapti, shunaqa bo'lib davom etayotgan bo'lsa, endi o'ng tarafni ko'radigan bo'lsangiz, torsade point degan narsa, ya'ni hammasi bir xil, xuddi arrani ishiga o'xshab kirib chiqib, xuddi shunaqa holatga keladi. Ya'ni bu aynan mana shu QT tishlarning oralig'i, interval orasini uzayganligi tufayli. Xo'p, endi bunda qanaqa dorilarni qo'llashimiz mumkin biz? Bunda aynan endi biz qo'llaydigan narsa 1B tipi, ya'ni birinchi gruppani A tipini aytdik. Bu aynan torsade pointni qo'zg'atuvchi doridir. Lekin mana shu birinchi gruppani 1B tipi, ya'ni lidokain. Aynan mana shu qoldirishi mumkin bizda torsade pointni. Ya'ni normal holatga qaytarishi mumkin bizda EKGdagi belgisini. Xo'p, nima tufayli? Chunki biz aytdik, 1C, 1A hamda 1B degan kuchiga qarab. Ya'ni 1C'miz eng kuchli, 1A'miz undan keyingi va 1B'miz oxirgi deb aytib o'tdik. 1B'ni kuchiga qarab C, A, B. Eng kuchsizi bu B. Nima uchun? Chunki bizda bu unchalik ta'siri bilinmaydi va shuningdek buni shunaqa ta'siri borki, bizdagi harakat potensialining uzunligini aksincha bu qisqartiradi. Bizda aynan prolonged QT, ya'ni aynan QT tishchalar oralig'i uzun bo'lib ketgan paytda bunda bizda aynan harakat potensiali uzaygan edi. Endi bizning maqsad ana shuni qisqartirish. Agar biz lidokain qo'llaydigan bo'lsak, aynan mana shu interval qisqarishi mumkin. Chunki lidokainning ta'siri shunaqa. Aynan antiaritmik dori vositasi sifatida qo'llangan paytda aynan harakat potensialini qisqartirishi mumkin. Va ikkinchisi ko'p qo'llanadigan ham magneziy dori vositasi, ya'ni magniy sulfat. Xo'p, endi aytaylik, bizda qorinchalarda o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni qorinchalarda taxikardiya bo'ldi, qorinchada fibrilyasiya bo'ldi, qorinchada flutter, ya'ni trepitaniya bo'ldi yoki titrash deymiz. Bunaqa holatda qaysi dorilar ishlatiladi? Bunga e'tibor beramiz. Aynan bizda qaysi holatlarda shunaqa holatlar kuzatiladi? Ya'ni asosan aynan bemorlar miokard infarkti o'tkazgan paytda ko'p kuzatiladi aynan aritmiyalarda yuzaga kelishi. Qachonki miokard infarkti o'tkazsa. Va endi mana shunaqa holatda biz qaysi dorini qo'llaymiz? Biz mana buni haligi nima deydi? Dorilarni qo'lla olmaymiz, kuchli dorilarni. Ya'ni qaysi kuchli dori? Mana biz tepada aytdik, o'sha dorilarni ishlatilmaydi deb turib. Mana birinchi gruppa 1A sinfi. Birinchi gruppa 1A sinfi. Ya'ni miokard infarkti dedik, qanaqadir koronar arteriyalarda kasalligi bo'lsa, ya'ni stenokardiya, yurak yetishmovchiligi dedik, chap qorinchada yetishmovchilik holatlarida, gipertrofiya holatlarida aynan 1A gruppasi qo'llanilmaydi. Birinchi gruppani nimasini 1A tipi qo'llanmaydi. Misol uchun navakaindagi mana shu dori qo'llanmaydi deb aytdik. Lekin aynan mana shu birinchi gruppani 1A'si qo'llanmagani bilan lekin bizdagi 1B'si qo'llanadi. 1B sinfi. Buni vakili lidokain. Xo'p, lidokain qo'llaniladi. Chunki bu antiaritmik, lekin ta'siri unchalik kuchli bo'lmaganligi sababli miokard infarktida zararlantirishi nisbatan kuchsiz anchagina. Shuning uchun qo'llashimiz mumkin. Va keyingisi bu klass 3 sinfi.
qolgan holatlarda, ya'ni miokard infarkti o'tkazmadida, unda shunaqa holat yuzaga kelyapti, ya'ni qorinchilar taxikardiya, fibrilyasiya yoki bo'lmasam triptaniya. Bularni ishlatamiz biz aynan amiodaron yoki satalol dorilarini. Demak, mana shular edi. Endi biz sizlar bilan har bittasini ko'rib chiqamiz keyingi video darsda.